Doktor, hozirgi kunda yosh kichkinalarda nevrologik kasalliklar ko'paymoqda. Bu qanaqadangi qiziqarli holat? Ya'ni nimaga yosh organizmda bunaqa kasalliklar kuzatilishi mumkin? Hozirgi kunda mana ekologiyaning yomonligi, bolalarga shirinliklarni haddan ko'p berilishi, to'g'ri ovqatlantirmaslik, gadjetlardan uzoq vaqt davomida foydalanishi, shirinliklarni ko'p miqdorda berish, mana kelishadi ertalabdan qo'lida pechenyelar bilan kelishadi bolalar. Soklarni, gazirovka ichimliklarni ko'proq berish. Bunaqa holatlarni oldini olish uchun yosh bolalarga, chaqaloqlarga nima qilish kerak? Yani ota-onalar nimalarga asosan e'tibor qaratish kerak? Yosh bolalarga asosan eng birinchi qiladigan narsamiz to'g'ri ovqatlantirish, prikorm to'g'ri kirg'izish, pampersni vaqtida chiqarish, ko'chaga ko'proq aylantirishga olib chiqish, shirinliklarni bermaslik, gadjetlarni bermaslik, и вот plastik idishlardan kamroq foydalanish maslahat beriladi.